Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi reysimiz bo'lib o'tyapti. Har doimgidek Toshkent Qo'yliq vodiy bitagida. Avtobusni ko'rishinglar mumkin. Har doimgidek O'zavtotrans davlat tomonidan qo'yilgan resmiy yangi avtobuslar. Issiq suv, sovuq suv, kuller, monitorlar bor. Kamera nazorati ostida bo'lasizlar. Adresimiz har doimgidek Toshkent Qo'yliq vodiy bitagi, Toshkent Moskva kassasi. Reyslarimiz haftada 4 kun bo'lib o'tyapti. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Bemalol kelib ketishinglar mumkin. Har bir sideniyada mana zaryadnilar bor, yonib turibdi. Kelib ketsanglar bo'laveradi. Ishonchli reyslar. Avtobuslar O'zbekiston nomerida. O'zavtotrans ko'rishinglar mumkin. Bugungi reysga mana 603 avtobus. Passajirlarimiz mana kelishgan, kutib o'tirishib, ichkarida zalajlanadigan odamlarimiz bor. To'lsa, to'lmasa yuradi resmiy avtobuslar. Telefon nomerlari aytib o'taman. 94lik 300 7401, 98lik 300 7401, 90lik 27401. Bemalol kelib ketishinglar mumkin. Avtobuslar komfort.